Nega ba'zi odamlar yangi ko'nikmani atigi 1-2 haftada o'zlashtirib oladi, boshqalarga esa oylar kerak bo'ladi? Bu savol meni yillar davomida qiziqtirib kelgan va vaqt o'tib shuni tushundimki, barchasi qanday o'rganishingizga bog'liq. Avvaliga men buni genetika deb o'ylardim. Go'yoki ba'zi odamlar shunchaki iqtidorli bo'ladi, ammo o'rganish haqida 10 yildan ortiq vaqt davomida chuqur izlanib, minglab odamlarni samaraliroq o'rganishga o'rgatganimdan keyin bitta haqiqatni angladim. Ma'lum trening usullari borki, ular ko'nikma egallash tezligini keskin oshiradi. Men hatto dunyo miqyosida reytingga kirgan professional sportchilar bilan ishlash imkoniga ega bo'lganman va ularni kuzatar ekanman. Ular qanday mashq qilishida 7 ta muhim prinsip borligini payqadim. Eng qizig'i, bu prinsiplardan istalgan ko'nikmani ishonch bilan o'rganishda foydalanish mumkin. Kasbingiz uchun bo'ladimi? O'qish uchunmi? Farqi yo'q. Birinchi prinsip: aniqlik bilan mashq qilish. Precision practice. Bu holat bizga tanish. Har qanday yuqori darajadagi sportchi driller, ya'ni takroriy mashqlar bilan shug'ullanadi. Ammo savol tug'iladi. Nega aynan driller samarali? Nega o'yin o'ynashdan ko'ra takroriy mashqlar kuchliroq? Javob: aniqlik bilan mashq qilishda. Bu ikki qismdan iborat. Birinchi, ongli mashq, deliberate practice. Ikkinchi, darhol feedback, tezkor fikr mulohaza. Ongli mashq degani aniq bitta maqsad bilan mashq qilish. Odatda bu umumiy natijani emas, balki zaif joyni kuchaytirishga qaratilgan bo'ladi. Masalan, faqat tennis servini mashq qilish yoki faqat to'p uzatishni drill qilish. Bu mashqlar juda intensiv bo'ladi. To'liq diqqatni talab qiladi va odatda qisqa vaqt oralig'ida bajariladi. Aynan shuning uchun ular tez o'sishga olib keladi. Chunki siz o'zingizni hozirgi chegarangizdan biroz tashqariga majburlaysiz. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sportda, shaxmatda, musiqada eng zo'r mutaxassislar ongli mashqqa boshqalarga qaraganda ancha ko'p vaqt ajratadi. Chunki bu mashqlar zerikarli, qiyin va ba'zan asabni buzadi. Lekin aynan shu joyda o'sish bo'ladi. Ongli mashqni tezkor feedback bilan birlashtirsangiz, o'rganish jarayoni keskin tezlashadi. Sababi bu yashirin o'rganish davrini qisqartiradi. Yashirin o'rganish davri. Siz nimanidir o'rganishni boshlaysiz, ammo feedbackni juda kech olasiz. Masalan, 2 oy o'qib faqat imtihon natijasida bilasiz. Shu vaqt ichida to'g'ri yo'ldamisiz yoki yo'q bilmaysiz. Feedbackni tezlashtirsangiz, xatoni ham tezroq ko'rasiz, to'g'rilaysiz va o'sish tezlashadi. Shu sabab ko'nikmani kichik qismlarga bo'ling. Eng zaif bo'g'inni toping. Uni mashq qiling. Tez feedback oling. Video yozib ko'rish, ustozdan so'rash, hatto AI dan foydalanish mumkin. Zaiflik yo'qolgach, keyingisiga o'ting. Mashq vaqti ko'paymasligi mumkin, ammo sifat va aniqlik keskin oshadi. Ikkinchi prinsip: treningning mosligi, training specificity. Mashq qilish usulingiz real hayotda qanday ishlatishingizga o'xshash kerak. Ilgari sportchilarda qancha ko'p mashq, shuncha yaxshi degan tushuncha bor edi. Ammo bu har doim ham ishlamagan. Ba'zida umumiy mashqlar hatto zarar ham qilgan. Xuddi shunday o'rganishda ham ko'p o'qish har doim ham tez o'rganish degani emas. Top sportchilar mashqni aniq maqsadga moslab qilishadi. Miya ham aynan shunday ishlaydi. U faqat mashq qilingan sharoitga moslashadi. Shu sabab o'rganishdan oldin aniq maqsad qo'ying. Bu bilimni qayerda va qanday ishlataman degan savolga javob yozib qo'ying. Mashqni real vaziyatga yaqinlashtiring. Ammo ehtiyot bo'ling. Juda tor doirada mashq qilish ham xato. Dastlab umumiyroq, keyin esa asta-sekin toraytiring. Agar faqat yodlashga suyanib olsangiz, kichik o'zgarishlar sizni butunlay chalg'itsa, demak siz haddan tashqari tor mashq qilyapsiz. Uchinchi prinsip: ma'lumotlarni kuzatish, data tracking. Top sportchilar taxmin bilan ishlamaydi. Ular raqamlarga qaraydi. Ko'pchilik o'rganishda faqat qancha vaqt o'qidim, qancha mavzu ko'rdim, shularni o'lchaydi. Bu juda yuzaki. Aslida esa muhim savollar: diqqatim qanchalik kuchli, qanchalik chuqur tushunyapman, qiyin muammoni yechib olyapmanmi? Agar faqat vaqtga qarasangiz, demotivatsiya bo'ladi. Chunki haqiqiy o'sish avval chuqurlikda, keyin tezlikda keladi. Shu sabab yakuniy maqsadni aniqlang. Uni kichik ko'rsatkichlarga bo'ling. Qaysilari tez o'zgaradi? Leading. Qaysilari kech? Lagging. Ajrating. Bu sizni to'g'ri baholashga o'rgatadi. 4-prinsip: progressive yuklama, progressive overload. Har safar mashq qilganingizda biroz qiyinroq bo'lishi kerak. Bu juda kichik qadam bo'lishi mumkin, lekin oldingizdan qiyinroq bo'lsin. Ko'pchilik ikki xato qiladi. Juda tez haddan oshirib yuboradi. Ravonlikni rivojlanish bilan adashtiradi. Agar juda oson bo'lsa, rivojlanish yo'q. Xato qilish bu rivojlanish belgisi. O'zingizdan so'rang, bu vazifa mendan qanchalik kuch talab qilyapti? Agar javob deyarli yo'q bo'lsa,
Endi qiyinlashtirish vaqti. 5-prinsip: vaqt uchun ongli munosabat. Bu prinsip eng katta o'zgarishni beradi. Savol: men vaqt sarflayapmanmi yoki maqsad sari harakat qilyapmanmi? Ko'p odamlar bandman deydi, lekin natija yo'q. Chunki ular odatga qarab ishlaydi, natijaga qarab emas. Har safar o'zingizdan so'rang: bu ish meni maqsadimga yaqinlashtiryaptimi, yo'qmi? Shunchaki qulay bo'lgani uchun qilyapmanmi? Hech kim buni siz uchun tekshirib bermaydi. Bu yerda faqat sizning halolligingiz ishlaydi. Ushbu yopiq Telegram kanalga qo'shilish va noodatiy o'rganish formulasi mini kursini xarid qilish narxi atigi 497 ming so'm. Siz yuqoridagi maxsus 7 ta video darsli jamlangan mini kursni atigi 497 ming so'mga qo'lga kirita olasiz va to'liq 1 yil, ya'ni 12 oy sizda barcha darslarga dastur saqlanib qoladi. Nega bunday narx? Chunki tezroq va ko'proq o'rganishni istaydiganlarning hammasiga maksimal yordam berishni istaymiz va loyihamizni ko'proq insonning hayotiga kirib borishiga va ularning hayoti o'zgarishiga kichik bo'lsa-da sababchi bo'lishni maqsad qilganmiz.